Hamunda agroti bo'lsin, tepasi naves bo'lsin, bir tapchalla qo'yib mazza qilib o'tirib yozgi kunida. Tashqarida hojatxonalari, rakvinalari bo'lsin, sotigi kattaroq, xonalari katta tushgan bo'lsin deganlik uchun mana shu uyimiz sotilyapti. Narxi 130 ming. Manzilimiz Bardanko'l, orientir rohat posti, bet Yangi Toshkent tumani, Toshkentga yangi rayon qo'shildi, bilasizlar, prezident qarori bilan postgacha 2 kilometr katta yo'lgacha 200 metr chiqadigan lokatsiyada mana shu uyimiz sotilyapti. Darvozadan kirib mashinalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, qo'shimcha kalitka eshigi bor. Bu yerda mana rakvina, tashqarida qo'shimcha hojatxona qilingan, 100% pishgan g'ishtdan qurilgan 3 sotik 5 ta xona plus hol, mana shu hovlimiz sotilyapti. Ana endi xonalar bilan tanishamiz. Kirganimizda o'ng qo'lda zal keladi. Mana zalni qaranglar, kengina, kattagina, hamma joy tepli polda siydi. Mana shu oppoqqina eshiklar, yorqin rangli aboylar qilingan. Mana bu yoqda oshxonamiz kafel qilingan. Mana bu yoqda bolalar yotoqxonasi joylashgan. Oynasi mana balkonga qaragan, qaranglar. O'rtaga balkon tashalgan, chunki nimaga? Havo aylanib turishi uchun. Mana ko'rimizda quyosh nuri tushadi, hamma xonalarga havo aylanib turadi. Mana bu yoqda esa mana hol degan joyimiz mana shu. Qaranglar. Zalga erkaklarni, bu yoqqa ayollarni yoki erkaklarni bu yoqqa o'tkazib qo'yib, zalga ayollarni qo'ysanglar bo'ladi. Mazza qilib televizor ko'rib o'tiradigan hol. Mana bu yoqda umumiy sanuzul, vanna, unitaz hamda mana shkafli rakvina, kir mashinaga joylar tashalgan. Bu yoqda mana ikkinchi bolalar yotoqxonasi, mana bu bir yotoqxona bo'lgan. Xullas, qaranglar. Zal, ikkita bolalar yotoqxonasi hamda mana ikkita kattalar yotoqxonasi, chunki ichida o'zini sanuzuliga ega. Mana bu yoqda ham kattalar yotoqxonasi joylashgan, ichida sanuzuliga ega. Oynasi mana orqa tomonga qaragan. Sifatli qurilgan, yaxshi, baquvvat. Mana orqa tomoniga chiqamiz. Uyimiz ana podvali yo'q, lekin shunga yarasha mana kladovka qilib qo'yilgan. Omborxonacha, mana. Kladovkacha. Bu yoqda mana kotelning xonamiz. Boiler kotel o'rnatilgan. Eslatib o'taman, 3 sotik 5 ta xona plus hol, Bardanko'l, orientir rohat posti, bet hozir prezident qarori bilan Yangi Toshkent tumani bo'lgan, yangi rayon qo'shildi Toshkentga. Yaxshi joy, atrofida maktablar, bog'chalar, hamma narsa bor. Videoga like bosib, bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying hamda videoni uyqudirgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Rahmat, salomat bo'ling.